Surunkali to'rvoq kasalligi davosida universal parhez yo'q. To'rvoq davosida mazlar va kremlar qo'llanilmaydi. Unutmang, 70-82% holatlarda surunkali to'rvoq oshqozon ichak tizimi va o't yo'llari jigar kasalliklari bilan birgalikda keladi. Assalomu alaykum azizlar. Mirzanazarov Ma'murjon YouTube kanaliga xush kelibsiz. Siz azizlardan kelgan ko'plab savollar va murojaatlarni hisobga olgan holatda bugun sizlar bilan zamonaviy tibbiyotda surunkali to'rvoq kasalligini sabablari va davosi haqida gaplashmoqchiman. Surunkali to'rvoq bu immunoallergik kasallik bo'lib, to'satdan paydo bo'luvchi to'rvoq ko'rinishidagi toshmalar, qichish, qizish, yonish hissi bilan kechuvchi surunkali kasallikdir. Tirnalgan joylarni qizarib bo'rtishi, terining ezilgan joylari, kamar o'rnida paydo bo'ladigan qizarishlar, bo'rtishlar, toshmalar, teriga suv tekkandan keyingi qizarishlar, shishlar, lablar va qovoqlardagi to'satdan paydo bo'luvchi shishlar ham to'rvoqning bir ko'rinishidir. 6 haftadan ko'p davom etgan to'rvoq surunkali to'rvoq deb yuritiladi. Surunkali to'rvoq kasalligini sabablari haqida to'xtalamiz. Nasliy moyillik, bo'qoq kasalliklari, gijjalar, ayniqsa liamblia va askarida, hasharotlar, oziq-ovqat mahsulotlari, xususan tarkibida ta'm beruvchilar, konservantlar, rang beruvchi saqlovchilar. Xuddi shu konservantlarga nisbatan bolalarda ko'pincha to'rvoq kuzatiladi. Epstein-Barr virusi, torch infeksiyalari, gepatit B, C viruslari, gastritlar va boshqa oshqozon ichak kasalliklari, dorilar, ko'pincha og'riq qoldiruvchilar va qon bosimini tushirish uchun ishlatiladigan APF ingibitorlari surunkali to'rvoq kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Gul changlari ham ba'zan to'rvoqqa sabab bo'ladi. Ba'zan homiladorlikning oxirgi 3 oyida ham to'rvoqlar paydo bo'ladi. Ayollarda esa hayz sikli davrida ham bu holatlar gormonal holat bilan bog'liq. Kalsiy almashinuvi buzilishlari, vitamin D yetishmovchiliklari ham ko'pincha surunkali to'rvoqqa sabab bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda esa surunkali to'rvoq kasalligini paydo qilayotgan sababni aniq topishning imkoni bo'lmaydi. Bu holatda to'rvoq idiopatik to'rvoq deb yuritiladi. Surunkali to'rvoq davosi bo'yicha qabul qilingan xalqaro qo'llanmaga ko'ra, to'rvoq davosi 3 ta prinsipda olib boriladi. Ular: eliminatsion chora-tadbirlar, ikkinchisi tolerantlikni paydo qilish, uchinchisi simptomatik va patogenetik davo. Eliminatsion chora-tadbirlar bu to'rvoq kelib chiqishiga sabab bo'layotgan omilni yo'qotishga qaratilgan harakatdir. Og'riq qoldiruvchilarni to'xtatish eliminatsion chora-tadbirlarga kiradi. Bemorlarda surunkali yallig'lanish va infeksiya o'choqlari bo'lsa, ularni davolash zarur. Misol uchun, Helicobacter pylori, torch infeksiyalari, Epstein-Barr virusi, gepatit B, C viruslari, surunkali zamburug' o'choqlarini bartaraf etish zarur. Ba'zi hollarda organizmda antibiotik qo'llangandan keyingi paydo bo'ladigan to'rvoqlar zamburug'ga nisbatan sezgirlik bilan bog'liq bo'lishi mumkin. So'nggi yillarda surunkali to'rvoqning kelib chiqishida viruslarning ahamiyati ortib bormoqda. Ayniqsa Epstein-Barr virusi ko'pincha asosiy muammoni kaliti bo'lishi mumkin. Organizmda surunkali gijja o'choqlari, ayniqsa yuqorida to'xtalganimizdek liambioz va askaridoz kabi gijjalar bo'lsa, ularni zudlik bilan bartaraf etish to'rvoq yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Endi parhez chora-tadbirlar haqida qisqacha to'xtalaman. To'rvoq kasalligini davolashda universal qabul qilingan parhez yo'q. Bemor katta odam bo'lsa, o'zi tomonidan, agar bola bo'lsa, ota-onasi tomonidan kuzatuv olib boriladi. Qaysi ovqat iste'molidan so'ng bemorda to'rvoq belgilari paydo bo'lsa, kundalik yuritib, unga yozib boriladi va xuddi shu mahsulotlar bemor iste'mol ratsionidan qat'iy chiqarilishi zarur bo'ladi. Surunkali to'rvoq bilan og'rigan bemorlarga juda issiq kiyinish, kuchli jismoniy harakatlar, qaynoq ichimliklar va ovqatlar iste'mol qilishdan ehtiyot bo'lishlari zarur. Shuningdek, qish vaqtida juda ham yengil kiyinish, sovuq ovqatlar va ichimliklar iste'moli, sovuq vaqtda ko'chada uzoq qolish tavsiya qilinmaydi. Tolerantlikni paydo qilish bu to'rvoq sabab bo'layotgan faktorga nisbatan organizmni chidamliligini oshirishga qaratilgan harakatdir. Misol uchun, bemorda sovuqqa nisbatan to'rvoq bo'lsa, sovuq ta'siri asta-sekin orttirib boriladi va bemorda sovuqqa nisbatan chidamliligi paydo qilinadi. Bu juda murakkab jarayon bo'lgani uchun zamonaviy meditsinada
deyarli qo'llanilmaydi. Simptomatik va patogenetik davo haqida gaplashamiz. Surunkali to'rvoq kasalligini davolashda birinchi qator tanlov preparatlari bu ikkinchi avlod antigistamin preparatlaridir. Ularga loratadin, dezloratadin, cetirizin, levosetirizin, bilastin kabi preparatlar kiradi. Bu preparatlar uyqu keltirib chiqarmaydi. Ta'siri uzoq muddatga 24 soat yoki undan ham uzoq davom etishi mumkin. Nojo'ya ta'sirlari juda kamligi bilan boshqa preparatlardan afzaldir. Surunkali to'rvoq vaqtida to'rvoq belgilari avj olganda birinchi qator antigistamin preparatlarini qo'llash mumkin. Bularga diazolin, dimidralin, suprastin kabi preparatlar kiradi. Bularda tinchlantiruvchi va uyqu keltirib chiqaruvchi nojo'ya ta'sirlari juda ham ko'p hisoblanadi. Shuningdek, surunkali to'rvoq avj olib, to'rvoqlar bezovta qilayotgan vaqtda bemorlarga 10-14 kundan ko'p bo'lmagan muddatga gormonal davo qo'llash mumkin. Ikkinchi avlod antigistamin preparatlarini 4 hafta davomida qo'llanilganda simptomlar yo'qolmasa, to'rvoq belgilari avj olgan holatda davom etsa, bemorlarga monoklonal antitanalarni qo'llashga ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Bu preparatlarni monoklonal antitanalarni qo'llagandan so'ng to'rvoq belgilari yo'qoladi yoki keskin kamayadi. 5-10% bemorlarda bu yordam bermasligi mumkin. Unutmang, samaradorligi juda pastligi va xavfsiz emasligi sababli quyidagilarni qo'llash tavsiya qilinmaydi. Ular odam normal immunoglobulini, dapsonlar, sulfasalazin, metatrexat va plazmafarezlardir. Surunkali to'rvoqda vitamin D yetishmovchiligi vaqtida vitamin D qo'llash yaxshi samara beradi. Albatta, asosiy davo bilan birgalikda. Surunkali to'rvoq bilan og'rigan bemorlarda yuqorida aytib o'tganimizdek, jigar va o't yo'llari kasalliklari birga keladi. Bu holatda gepatoprotektorlar va o't haydovchi preparatlar birgalikda qo'llaniladi. Qorin dam bo'lishi, ich qotishi, ichak sanchig'i, ko'ngil aynishi holatlarida fermentativ preparatlar qo'llaniladi. E'tiboringiz uchun rahmat.